Sardor bilan Bekhan urushib yurgan ekan, yarashtirib qo'ydim. Shu ro'za oyiga bir savob bo'ladimi deb. Bu video buning ikkalasiga emas. Buning ikkalasini yaxshi bilasizlar. Butun bir xezalakcha qiliqlar qilib, dalboyob shartlarni bajarib, bir or, nomus, g'urur, chest degan narsani vobshim udalib pinkot qilib yurgan insonlar. Bularga 1000 marta gapirganing foydasi yo'q. Bu ikkalasiga ishim yo'q, gapirmayman. Yana ma'ni orqamdan aktiv ko'tardi, prosmotr ko'tardi, voydod qilib video qilib chiqishi mumkin. Mana shularni poddержка qilayotgan, mana shularga padarka taylayotgan, mana shularni qo'llab-quvvatlaydigan insonlarga gapim bu. Aslida mana shu ikkalasini mana shunday xezalak bo'lib yetishishiga, dalboyob shartlarni bajarishiga, erkaklarning chestini rasvo qilishiga sanlar sababchisanlar. Sanlar. O'shanga kirib o'tirasan, o'shanga kirib donat qilasan, poddержка qilasan, sanlardan pul tushyapti, battar yibanota shartlarni bajarib, tentaknamo qiliqlarni qilyapti bular. Agar sanlar shuni kuzatmasang, sanlar poddержка qilmasang, bular bunchalik o'zgarib ketmagan bo'lardi. Aslida mana shuni ikkalasini buzib turgan inson sanlar shu kuzatadigan, poddержка qiladigan. Donatorlar, oy, pul topib aql topmagan donatorlar. Bir normalni chesti bor bolalarni poddержка qilgin, men ko'ribsam, sanlarni bir video qilib rahmat aytay. Normalni mujiklarni poddержка qil. Dalboyob insonlarni poddержка qilib, nima qilasanlar, ey? Pul o'zimniki xohlaganimni uraman deysan, urayvergan. Shu uyingdagi narsa qarolarni ham sotib olib kelib shularga taylagin. Prostoy borku bir normal inson bo'lgin deyman. Donatorlar ham shu nima deydi? Aktivi bor deb shu padarka urib ko'tini yalayveradi, bir kun puli tugagandan keyin bor damingni olgin deb itris musurga otib o'radi bu ikkalasi. Shuning uchun donator bo'lyapsanlarmi? Bos gazini.